Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 5-ci ayının 4-cü günü seyşənbə. Mübarək Ramazan ayının 22-ci günü. Həmminlərinin şu vaxtı xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatı da bolsun. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2 may Amerikadagi CBS televiziya kanalining 60 minutlik programmasining ziyoratini qabul qilib, Hong Kong va Sharq Turkiston masalasining Xitoyning ichki ishi emasligini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning Biden hukumati duch kelgan eng chong tashqi siyosat raqobatchisi ekanligini, Xitoyning qonun tuzum asosidagi xalqaro tartibga og'ir darajada tahdid solayotganligini bildirdi. Mustabid Xitoy hokimiyati hozirga qadar Uyg'urlar masalasida Xitoyni tanqidlab kelgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib maxsus qaror qabul qilgan davlatlarni Jongoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashdi deb ayblab kelgan edi. Blinken mundaq degan: xalqaro tartibga xiris qilgan yoki uningga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan har qanday bir davlatni ko'rganimizda biz ularga qarshi harakat qo'llanamiz va o'rnimizdan dast turib bu sistemani qo'g'daymiz. Blinken so'zida yana Xinjiang masalasi Xitoyning ichki ishi emas. Xitoy xalqaro universal kishilik huquq ahdnomasiga imzo qo'yib, kishilik huquq to'g'risida jiddiy va'dalarni bergan. U o'zining bu va'dalarga xiloflik qilmoqda deb ko'rsatgan. Blinken Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasining irqiy qirg'inchilik ekanligini qayta ta'kidlab, biz Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini azaytish uchun ularning Xitoy tarafidan tug'mas qilinganligini ko'rdik. Biz yana ularning mangisining yuyulganligini, madaniyati va urf-odatlarining rad qilinganligini, ularning faqatla Uyg'ur bo'lganligi uchun bostirish harakatlariga nishon bo'lganligini ko'rdik degan. Undan boshqa yana 3 may kuni Londonda boshlangan taraqqiy topgan G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlarining korona vabosidan bu yana o'tkazgan tunji qitimliq 100 turani suhbati jarayonida kishilik huquq masalasi asosliq temalarning biriga aylangan bo'lib, 3 may kuni Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Angliya tashqi ishlar vaziri Dominic Raab birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan va Rossiya bilan Xitoy kishilik huquq ahdnomasiga xiloflik qilganligining badalini cho'qim o'tishi kerak deb ko'rsatgan. Angliya parlamentida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlari irqiy qirg'inchilik deb rasmiy qaror qabul qilinib, texi 2 hafta o'tmayla Londonda G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inining o'tkazilishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Londonda 3 kun davom qiladigan bu qitimqi G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'iniga yana Hindiston, Janubiy Koreya, Janubiy Afrika va Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining mas'ullari taklif qilingan. Avstraliyadagi Oner nomli media qurilishi yaqinda ishlab taqatgan hujjatlik filmda mustabid Xitoy hokimiyatining Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Qurultiyi raisi Dolqun Aysa apandimni xalqaro terrorizmga bog'lab elib berayotgan qarlash harakatiga qattiq raddiya qaytardi. Filmda yana Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatiga qarshi elib berayotgan siyosiy tuhmatlarga o'rin berilgan bo'lib, bu ikki tashkilotning Xitoy ta'kidlayotgan atalmish terrorizm bilan hech bir aloqasining yo'qligini va bu tashkilotlarning xalqaro qonun prinsiplariga va o'zlari turishliq davlatlarning qonuniga qattiq amal qilgan asosda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga qarshi tinchlik shaklda faoliyat elib berayotganligi alohida ta'kidlandi. Mazkur filmda Dunya Uyg'ur Qurultiyining qurilish jarayoni, maqsadi va xalqaro sahnalarda elib berayotgan Xitoyga qarshi kurashlari haqida tafsiliy tushuncha berilgan bo'lib, qurultayning maqsadi va g'oyasi haqida qurultay nizomnomasida ta'kidlangan moddalarga tafsiliy o'rin berilgan. Shundaqli Xitoy hokimiyatining Qurultiyini va Dolqun Aysa apandimni Amerika tarafidan alla-buralla terrorist tashkilotlar tizimligidan chiqarib etilgan Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotiga bog'lab qaralashga urinishining to'limi mantiqsiz ekanligi va Xitoy hokimiyatining bu xil tuhmatlarni maqsadli holda o'ydirib chiqarganligi ta'kidlangan. Filmda yana Xitoyning g'arb dunyosida eng burun qurilgan Uyg'ur tashkilotlarining biri hisoblangan va Avstraliyada Xitoyga qarshi aktiv faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatini terrorizm bilan aloqasi bor radikal tashkilot deb ayblashining qilcha asosining yo'qligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Dunya Uyg'ur Qurultiyiga va uning asosliq mas'ullariga qaratgan hujumlari va qaralash safarbarligi uzluksiz kuchayib bormoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi yaqinqi mezgillardan buyon har qitimliq axborot e'lon qilish yig'inlarida Dunya Uyg'ur Qurultiyini tishlab tortishni odatga aylantirib olgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu xil qaralash safarbarligiga Xitoy matbuotlari aktiv moslashib kelmoqda. Texi yaqinda Xitoy hukumatining bevosita boshqarishidagi Xitoy күнділік gazetida e'lon qilingan cho'ng hajmli bir maqolada Dunya Uyg'ur Qurultiyi bo'lsa chet ellardagi Uyg'ur bo'lgunchi unsurlar tomonidan qurib chiqilgan va cho'nqur xalqaroliq orqa ko'rinishga ega bo'lgan radikal millatchi bir tashkilot bo'lib, uning tub nishoni mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurib chiqishdan iborat. Uning 18 davlatda 33 tarmoq tashkiloti bor deb ko'rsatilgan edi.
Xitoy tarafidan TikTok orqali tarqatilgan va Sharq Turkistondagi jamilarning Xitoy sayohatchilarining to'ng'iz to'poq o'ynab ko'ngil ochiradigan so'ringa aylantirib olganligiga doir bu ko'rinishlar chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq g'azab nafratini qo'zg'adi. Chet ellik kuzatuvchilar Allohning uyi hisoblangan muqaddas jamilarda azonning o'rnini xitoycha naqsha, namozning o'rnini usulning egallashi bugun Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqodining naqadar zo'r bir dafsandichilikka uchrayotganligini, shundaqla Xitoyning islomiyatga qilayotgan haqoratining naqadar og'ir bir darajaga berib yetganligining jonliq o'rniki deb qaramoqda. Xitoy tarafidan tarqatilgan bu ko'rinishlar Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligining va Sharq Turkistondagi diniy faoliyat so'rovlarining qonuniy jihatdan to'liq kapolatga ega qilinayotganligi haqida Xitoy tarafidan ishki tashqi jihatda elib berayotgan tashviqotlarining tamoman soxta ekanligini yana bir qitim dunyo jamoatchiligiga to'liq namoyon qilib berdi. Undan boshqa yana Xitoy tarafidan TikTok orqali tarqatilgan ko'rinishlarda Kucha shaharlik 4-o'rta maktab o'quvchilarining Xitoylarning tarixda o'tgan ko'ngizga bayat qilib ta'zim qilayotgan manzirlarni o'rin olgan bo'lib, chet ellik kuzatuvchilar bu ichinishli ko'rinishlarni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan xitoylashtirish, mangayush va madaniyat qirg'inchiligi harakatining yuqori pallaga ko'tarilganligining ro'shan namoyandasi deb qaramoqda. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining islom allaridagi xizmatlarga mas'ul rais vakili va Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Turg'unjon Alovuddin Hojim Xitoy tarafidan TikTok orqali tarqatilgan masjidlardagi yuqorqi ichinishli ko'rinishlar haqida qarashlarini bildirib bundoq dedi. Xitoy hokimiyati yaqinda vatanimizda masjidlarimizni, jamilarimizni ko'ngil ichish so'rinlariga aylantirganlik videosi bizga yetib kelgandan bu bizning nihoyat qattiq g'azabimizni qo'zg'adi. Bo'libmi chet elda yashayotgan Uyg'ur xalqining og'ir, qattiq darajada g'azabini qo'zg'adi. Bu Xitoy hokimiyatining naqadar razil bir hokimiyat ekanligi, dinlarga naqadar o'chman ekanligi, ya'ni bo'libmi islom diniga naqadar dushmanligini isbotlab turibdi. Bu aslida faqat Uyg'ur millatiga emas, Uyg'ur xalqiga emas, butun dunyo musulmonlariga qilingan bir haqorat. Dinimizga qilingan og'ir bir haqorat. Buningga faqat biz Uyg'ur musulmonlari emas, butun dunyo musulmonlari qo'zg'alib Xitoyga qarshi turish kerak. Buni to'xtatish kerak. Bu haqoratga qarab, yana sabr qilib qarab turishning o'zi bu iymonimizning ne kadar susligini isbotlab qo'ydi. Aziz musulmonlar, biz bu Xitoyning bu razil qilmishini rasvo qilaylik. Xalqaroga, dunyo jamoatchiligiga, dunyo musulmon jamoatchilariga buni oshkor qilaylik, taqtaylik. Bu Xitoyning elib berayotgan bu razil siyosatini bo'libmi Uyg'ur xalqi ustidan elib berayotgan bundaq haqoratlash, bundaq izish, bundaq zulm qilish, bundaq irqiy qirg'inchilik olib berish, bu razil siyosatni xalqaroga jakalaylik. Xalqaroda kuchimizning yetishicha, ovozimizning chiqishicha bu zulmni anglataylik. Ya'ni buningga qarab sukut qilib turish har qanday bir musulmonning iymoniga va e'tiqodiga, vijdoniga sig'maydi. Xitoy hokimiyati uning ustiga o'zining safsatchisi bo'lgan ko'ngzidan iborat bu Xitoyga, bu kafirga sajda qilg'izib, bizning ta'zim qilg'izib, bizning xalqimizni izvatidi. Biz hech qachon ko'ngizning ideyasini qabul qilgan emas va abadiy qabul qilmaymiz. Bizning ideyamiz islom e'tiqodi va Uyg'ur ideyasi. Biz uni hech qachon Uyg'ur millati Xitoy har qancha hozir zo'rlab xalqimizga bu ko'ngzi ideyasini tansimi, bizning aziz millatimiz buni qabul qilmaydi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistonda muqaddas islom dinimizga qilayotgan dushmanliklari yuqori pallaga ko'tarilgan bugungidek bir vaziyat ostida yana Pokiston, Falastin, Suriya qatorliq islom davlatlarining Xitoyda turishliq elchilarining Xitoy televiziya kanallariga chiqib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarni maqtab ko'kka ko'tarishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va analizchilarning kuchli tanqidiga uchradi. Xitoy yer shari televiziya kanali to'g'ri yaqinda Pokiston, Falastin va Suriya qatorliq islom davlatlarining Xitoyda turishliq elchilarini taklif qilib, maxsus Uyg'urlar haqida suhbat elib borgan. Xitoyning o'rinlashtirishi bo'yicha Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan Pokiston elchisi Mo'in ul Haq, Falastin elchisi Fariz Mahdavi, Suriya elchisi Imad Mustafa qatorliqlar programma jarayonida o'zlarining Sharq Turkistonning taraqqiyotidan zo'qlanganligini, Xitoyning dunyoviy taraqqiyotining bu rayonda to'liq aks etganligini, xalq turmushining normalligini, masjidlarning imomlari bilan ko'rishganligini va musulmonlarning o'z e'tiqodi bo'yicha yashayotganligini, o'zlari ko'rgan ahvolning g'arb matbuotlari degandek emasligini, g'arb ellarining amaliyotda Xitoydagi taraqqiyotni ko'rolmayotganligini bas-basda bayon qilish orqali Xitoyni oqlash uchun bir-biri bilan musobaqaga tushib ketgan.
Falastinning bosh elchisi Fariz Mahtaviy programma jarayonida o'zining 2020 yili Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini, yo'l egizlarida masjidlarning borligini, maxsus diniy o'rganish o'rinlarining ko'pligini hayajon bilan so'zlab ketgan. Halbuki Xitoy hukumatining 2016 yildan boshlagan Sharq Turkistondagi masjid va mozorliqlarni chiqish to'lqini va shuningdan keyin chiqib tuzilib etilgan minglagan masjidlar haqidagi dalil isbotlar g'arbdagi taratqular tarafidan uzluksiz xabar qilib kelinayotgan edi. Bu vaqtga eng dastlabki cho'ng hajmli doklad 2019 yili Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan e'lon qilingan bo'lsa, 2020 yili Avstraliya strategiyalik tadqiqot instituti bu vaqtda yana bir qitim cho'ng hajmli doklad e'lon qilgan edi. Mazkur ikki dokladda yaqinqi mezgilda Sharq Turkistonda cheqilgan va buzilgan masjid ham mozorliqlar sonining 15 minggacha yoki uningdan ko'pligi o'ttirg'a qo'yilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2020 yili iyungacha 613 nafar imomning yo'qolib ketganligini aniqlab chiqqan. Yaqindan buyon nurg'un mustaqil matbuotlarda Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'ur musulmonlarini lagerlarga qamab, ularni dinidan voz kechishga, cho'shqi go'shi va haroq iste'mol qilishga majburlab, ayollarni tug'mas qilib, masjidlarni vayron qilib, islomni davolab saqaytishga tegishli virus deb tasvirlash orqali islomga qarshi kayfiyatni ochiq-oshkora namoyon qilayotgan paytda musulmon dunyosidan buningga qarshi bir sado ko'tarilmaganligiga qarata ayblashlar kuchaymoqda edi. Xitoy hukumatining Uyg'urlar masalasi sababli Avstraliya hukumatiga va ba'zi parlament a'zolariga tahdid silishi Avstraliyadagi har sohaning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Avstraliya gazetining xabar qilishicha, Avstraliya bilan Xitoyning Uyg'urlar masalasidagi ixtilofi borgan sari kuchayib, Xitoy hukumati Avstraliyaga rasmiy tahdid solgan. Xitoy taraf Avstraliyadagi Uyg'urlarga hissdoshlik qilgan siyosatchilarni Xinjiangdagi terrorchilar bilan til biriktirdi deb ayblagan va agar ular Uyg'ur faoliyatchilarini davomli qo'llasa, Avstraliya hukumatining og'ir badal to'laydiganligini bildirgan. Xabarda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbinning avstraliyalik siyosatchilarga Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatini qo'llab, Xitoyga qarshi terrorlik tashkilotlari bilan til biriktirdi deb hujum qilganligi ta'kidlangan. Avstraliya gazetining aytishicha, bo'lib Xitoy taratqullari Avstraliyaning yordamchi davlat mudofaa ministri Andrew Hasti bilan mustaqil parlament a'zosi Rex Patrickga hujum qilgan. Parlament a'zosi Rex Patrick bo'lsa Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida Avstraliya parlamentiga qaror loyihasi hozirlab sungan shaxslarning biri bo'lib, u bir qancha qitim Avstraliyadagi Uyg'urlar tomonidan Xitoyga qarshi uyushtirilgan namoyishlarga bevosita qatnashgan edi. Rex Patrick Avstraliya gazetiga qilgan so'zida Xitoyning yuqoridagi tahdidlarga javob qaytarib yurishning o'zi uchun arzimas bir ish ekanligini ta'kidlab, mening diqqat nuqtam Xitoy Kompartiyasining buyrug'i bilan ilib berilgan Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik va zulmning iztirobini chekayotgan Avstraliyadagi butun Uyg'urlarni qo'llashdir degan. Al Jazeera axborot shirkatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan lager siyosiy va muhojiratdagi Uyg'urlar haqida ishlagan uchur grafik programmasi xalqaro kechirim tashkilotining axborot mukofotiga erishdi. Noma'lumlik ilkida yashash nomli programmani Al Jazeeraning raqamli yangilik yoritish studiyasi Oj Kontrast studiyasi ishlagan bo'lib, programma xalqaro kechirim tashkilotining raqamli mediani eng yaxshi ishlatish mukofotiga erishdi. Bu programmada Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashliklardan qochib, hozir Turkiyaning Istanbulda hayotini qayta qurayotgan 4 Uyg'ur ayolning kundalik turmushi suratlangan. Al Jazeera bu vaqtdagi xabarda bu 4 Uyg'ur ayol majburlangan musofirlikning odatdagi musofirlik emasligini, chunki ularning oila tavobatlari bilan bo'lgan har qanday aloqasi ularning tuqqanlarini Xitoyning Xinjiang o'lkasidagi jazo lagerlariga mubtalo qilishi mumkinligini, kishilik huquq tashkilotlarining kam deganda 1 million Uyg'urning jazo lagerlariga tashlangan deb qaraydiganligini bayon qilgan. Oj Kontrast studiyasining mas'uli Zahra Rusul Al Jazeeraga bu vaqtda qilgan so'zida mundaq degan: Ushbu sharafga keng ko'lamli bostirishda arziyat chekayotgan Uyg'urlarga vakolatan erishganligimiz bizni kamtar bo'lishga undaydi. Guruhimiz davomli ijodiy texnika va formatlarni ishlatib, to'qinish va barobarsizlikning eng qattiq zarbasiga uchirganlarning hikoyasini so'zlashni davom qiladi. Uyg'ur oilalari bilan o'tkazgan vaqtimiz ularning hissiyot jihatdagi besimi va yotlashish tuyg'ularini texmo tushunishimizga yordam berdi. Oj Kontrast o'tgan chorshanba kuni Londonda internet orqali o'tkazilgan murosimda Muhofizat gazeti va Al Jazeeraning hal qilg'uch tanlashga loyiq ko'rilgan boshqa ikki programma ustidan g'olib kelib bu mukofotga erishgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi o'zining Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida hozirlab chiqqan 2020 yillik kishilik huquq umumiy dokumentini 5-oyning 7-kuni Uyg'urlar masalasi haqida o'tkaziladigan xalqaro muhokama yig'ini orqali dunyoga e'lon qilishga hozirlanmoqda. Qurultayning mazkur dokumentida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlarcha elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak to'simi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dinsizlashtirish va naslini quritish, madaniy meroslarini yo'q qilish siyosati, Uyg'ur sarxillarining ziyonkashlikka uchrash ahvoli,
Uyg'urlarga qaratilgan yuqori besimliq nazorat va ta'qib sistemasi, Xitoy hokimiyatining chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga qaratib kelgan tahdid, besim va ziyonkashliklari, Xitoyning o'zining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlash maqsadida ishki tashqi jihatda jiddiy ilib berayotgan saxta tashviqotlari, Uyg'urlar masalasini qo'llab kelgan chet ellik siyosatchi, tadqiqotchi va jurnalistlarga qaratgan tahdid va jazolari qatorliq nihoyatda keng mazmunli Uyg'urlarning nuqtai nazari asosida ko'plagan dalil isbotlar bilan yoritib berilgan bo'lib, doklad yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining Sharqi Turkiston xalqi nomidan xalqaro jamoatchilikdan kutadigan konkret orzu va talablariga mutafsili o'rin berilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan 7 may o'tkaziladigan doklad e'lon qilish yig'inida mazkur doklad Qurultiyi raisi Dolqin Aysa apandim tarafidan bevosita ommaga tonishtirildi va yig'inda Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkal, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson, Xitoyning Sharq Turkistondagi lager tuzumini dunyoga eng burun oshkorlagan va bu sababdan Xitoydan haydalgan fransiyalik jurnalist Ursula, Rossiya Olman Texnik institutining tadqiqotchisi doktor Timohu Gerus qatorliqlar Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan e'lon qilinadigan yuqorqi dokladning mazmunini ko'rgan asosda Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi umumiy vaziyati haqida ilmiy analiz ilib boradi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin xonimning riyosatchiligida 7 may kuni berilgan vaqtda tushdan keyin soat 16 da boshlanadigan va ommaga ochiq bo'lgan mazkur muhokama yig'iniga tuvandagi ulanma orqali o'zingizni tizimlatib bevosita qatnasha olasiz. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammisidə diqqətinizə sunduq. Keyin qatimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.